farzand tug'ganinglardan keyin tishinglar yemirilishni boshlar ekan, sochinglar to'kilishni boshlar ekan, oyoq og'rig'i, bel og'rig'i sizlarda ketmas ekan o'shanaqa narsalar. Qachonki tug'ruqdan keyin sog'lig'ingizga qaramasanglar. Ko'p mamashalar o'zimizda tug'ruqdan keyin sog'lig'iga qaramaydi. Mana bunaqangi dorilar umuman ichmaydi, doktorlarga bormaydi, nazlacheniyalar, lecheniyalar olmaydi. Bilmayman mana shunaqa ayollarni. Yana yiliga tug'adi. Qizlar, sizlar sog'lig'inglarni tiklamasdan turib yiliga tug'manglar. Agarda sog'lom farzand dunyoga keltirishni xohlasangiz. Sizlarni o'ylagan holatda mana shunaqangi Koreyadan kalsiylarimizni olib kelib qo'ydik. 99 ta dori olib ichmaysizlar. Bitta mana shu kalsiyni olasizlar, ham tishinglarni mustahkamlab beradi, ham suyaginglarni mustahkamlab beradi, ham soch to'kilishinglarni oldini olib beradi. Juda ham zo'r. Chunki buni tarkibidagi faqat kalsiy emas, ham kalsiy, magniy, vitamin D, sink vitaminlari bor bu yerda, qizajonlar. Bitta mana shu kapsulani o'zida hamma vitaminlar jamlangan. Ichida bitta podarkasi bilan sizlarga berishadi. 60 ta 120 ta bo'ladi. Xohlang bittasini o'zingiz iching, xohlang er-xotin iching, xohlang podarkaga, oyingizlarga, dadangizlarga bersangiz maza qilib ichadi. Ishoninglar, 30 yoshdan keyin idealniy sovg'a mana shu. Ishoninglar, kimdir menga mana shu narsa sovg'a qilsin, voy butun umr mana shu ichib tugakunimgacha men uni duo qilib o'taman. Gul pul qurib qolib ketadi, mana bu sog'lig'ini tiklashga idealniy. Tug'gandan keyin faqatgina bolaga podarka borib bermanglar, onani ham o'ylagan holatda mana shunaqa sovg'alar borib bersanglar, xursand bo'ladi. Sotuvda bor, kimga kerak bo'lsa, Nosi Cosmetics'dan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi.